Gülşen. Qanday dostum Berna? Yaxshi. Nega mangding? Sinfqa. O'qish bitirishga bir necha qolgandan o'zingni qiynab yana mashq qilmayapsan-da. Mashqni to'xtatqim kelmadi. Ko'proq mahorat o'rganib olsam deyman. Saboqdoshlar ayrilib bir necha oydan keyin taraf-tarafga ketamiz. Ko'proq tilla bo'lganga yetamdi adash. Jiroq yotoqqa kirib ondan bir yak berib o'ynab kelaylik. Men hozir yotoqdan chiqdim. Bir asat mashq qilsam qaytib kiraman. Meni majburlama. Men sendan xafa qoldim. O'qish bitirish imtihonlari tugagan tursa, mashq deganda taqsim qilgan o'makka bir qilib olsangmi bo'ladi emasmi? Mening yaxshi do'stim, meni tushungin. Bo'ptamsa, men seni yotoqda saqlayman. Ma'qul. Berna, mashingizga daxl qilib qo'ydimmi nima? Yo'q, Ali. Siz bilan paramshay deb izlab kirgandim. Nima gapingiz bor edi? O'ylab baqsam, yana bir necha oydan keyin maktab bitirdik emas. Har qaysimiz nalarga taqsim qilinib ketamiz, buni bilmaymiz. Shunga siz bilan muntishey degan edim. Berna, bir qarorga keldingizmi? Men sizdan xo'shib qalay, Ali. Meni qiynamagan bo'lsangiz. Qaraganda meni yoqtirmaydigan o'xshaysiz. Bir yildan buyon talay qatim sizga ko'nglimni izhor qildim. Sizga va'damni berdim. Ammo talabimni rad qilib kelyapsiz. Mundaq desangiz meni xato tushunib qolgan bo'lasiz, Ali. Rasketni qilsam men kasbda muvaffaqiyat qozonmoqchi muhabbatni o'ylashmayman. Bu gapni sizga necha qatim dedim-ku. Meni rostla xijil qilmang, bo'lamdi. Biz menga yaxshi saboqdoshlardan bo'lib o'taylik. Ma'qulmi, Ali? Siz rost gapingizni demayapsiz, Berna. Bu mening yuragimdagi rost so'zim, Ali.
Mening turmushga birdamlik qizg'inlik ham xam xiyol bilan muomala qilgim kelmaydi. Turmush ham muhabbatda nimani tanlashni rostla o'ylashmadim. Meni kechiring. Men sizni yaxshi ko'rman, Barno. Bu yaxshi ko'rishim mangu davomlashadi. Yaxshi ko'nglingizga rahmat, Ali. Mening ishim bor edi. At ko'rishaylik. Barno, to'xtang. Ipim taq tugimidi. Hey, Barno, bizga gap qilayim demaysan-ku. Mushkunda ish harakatlaring pek sirliqlashib ketyapti, jimoadash. Nədiki gapni qilyapsan? Men seni berib mashq qilib keldim. Mashq? Sening banaying ko'p qumushkindi. Mening bilishimcha, Ali seni cho'qim keltirib oldi, shundaqmi? Maktab bitirdigan chaqda oxir muhabbatlashib qoldigan bo'ldinglar-da. Sen bek yomonjimi, Barno? Sen meni bek teriktirsan-jimi? Alini o'zim keltirib oldim deyman. Ha, demsan? Ha, demayman. Barno, Aliga ma'qul desang bo'lmamdi. O sening dadangda sarang bo'lib qolsa yana. Sizlar nima desanglar mayli. Men hech kim bilan muhabbatlashmayman. Hozirda vaqt emas. Nima bo'ldi, Barno? Hasrat ketibsan-ku. Ali talpimga ma'qulding deb yotoqqa chiqoqlab ketdi-kan. Shuni yerib hasrat bulamayli qoldi. Ali'ni Barnoni qo'g'lashqadak jur'at yo'qchimi? Bo'lmasa, uning ko'z tushgan bir yildan buyon uni keltirib bo'lmabdi. Sizlarning og'zinglarni yar yilimda aytib deyman. Og'zinglarga muhabbatdan boshqa gap kelmaydi. Kasbimiz haqida, g'oyamiz haqida paranglashgan bo'lsak, ko'nglim suyunib ketadi. Sen g'oya, kasb degandek satsatlaringni ko'tarib chiqding-ku, Barno. Bo'ldi-la, taqdirimizni, peshonimizni ko'raylik. Bugungi o'qish bitirish marosimimiz nihoyat yaxshi bo'lyapti. Bu o'qish bitirish marosimimizning xotirasi uchun saboqdashimiz Barno naqsh etib qandaq? Qaraganda Barno usul kasbida emas, kelgusida naqsh etish jihatdimi xeyr ko'z ko'rib qolgandir. Uning ovozida qandaqdir bir xil o'zgacha alaylik bor. To'g'ri. Agar Barno usuldimi, naqshidimi o'zini tang taraqqiy qildira olsa, kelgusida cho'qim muvaffaqiyat qozona oladi.
Bernada bir yoshurun talant bor Jumoali. Qarg'ana. Uning naqsi nima degan hissiyotliq. Bu kitobda hayajondan yosh to'kim kelyapti. Sen bek boşankensen. Neçə yıl Berna'nın işqida ot kap buldum. Lekin onu keltiremedim. Bundan keyin onu esimden çıkarıp etemey. Azabını ötesem mi? Derdimni özlem bilime adaş. Bazıda Berna'nı yaxşı görüp qağanamğımı pişayman qılıma. Biroq Berna meni zahidini tushunmadi. Tushunishni xohlamadi adash. Bo'pti, onani yerim qilma. Leginin bo'ldi. Ha? Chiq so'g'a o'xshaydi. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do feel that I do will miss you much, miss you much. Sen yana yalğız qaldığan boldun. Uyga yaxshi qarab tur. Ma'qulmi? Ha? Xo'sh. Sen nima qilmoqchi? Aka so'mkini. Aka. Sen nima qilmoqchi? Lotat. Oyjon. Bo'la, ocha so'mkini. Nima aka? Ochatsam bo'la. Buni yo'q-ku. Astag'firullah. Odam keldi, qochaylik. Qochaylik. Mana. Nima qilishyapti? To'xta! Bu ablaqlar. Qizchaq, o'rningizdan turing. Bir narsa bo'lmagansiz. Yo'q. So'mkingizni eling. Rahmat. Ko'p kunduzdimi bulanchilik qilgan bormi? Tozim odam emasligimi ekan bu? Qizchaq, nega olmoqchi edingiz? Men olib qo'yay. Bo'ldi, rahmat. Helimi meni qutuldirib oldingiz. Men sizni degan yeringizga olib qo'yaman. Bu holingiz bilan ko'cha yursangiz bo'lmas. Qani, mashinaga chiqing. Bulanchilarga yana uchrab qolmang.
ismingizni bilib baqsam bo'lamdi? Ismim Berna. Ismingizmi chiroyli ekan. Nada ishlaysiz? Do'stlik san'at o'migida. Artistkansizda? Siz naqshchimi yo usulchimi? Meni xato tushunib qolmang Berna. Men bir mashin savdogari. Yo'q, men undaq o'ylamadim. Rahmat, sizni avar qildim. Hech qisi yo'q. Ismimni so'rabmi qo'ymadingiz-ku? Qaraganda sizga yomon ta'sir berib qo'ygan o'xshamamdimi? Yo'q. Yaxshiligingizni hargiz unutmayman. Qo'rqinchlikda ismingizni so'rashni unutib qoldim. Ismim Ablat. Aras. Sizning telefon nomeringizni yozib olsam bo'ladimi? Gapirishni xohlamasangiz sizni xijil qilmay. Bu mening ism kartoshka. Ish bo'lsa telefon qilasiz. Xo'shamsa. Xo'sh. Uyga kiraylisam hecham unamay ketding adash. Bo'ldi Gulshan. Cho'nglar boyada erkin ozoda so'zlashgili bo'lmaydi. Bu yetinishga. Taqdir degan ajoyib bo'ldi ekan jimo adash. Ali ishkinglarning bir o'mak taqsim qilinib qolganinglarga saboqdoshlar hayron qoldi. O'zingmi o'ylamagan bo'g'iding haqiqatan. Bundaq bo'ldig'ini zot o'ylamabdi ekanman. Uningdan qochib shirib yana uningga tutilganimni qaramamsan. Ali yana kayningga kirib olammi? Men bo'ldim. Jimib ketding-ku. Gulshan, men maktabdagi chaqda ko'nglimdagi hamma gapni senga aytgan. Hozircha muhabbat bog'lashni zodi o'ylashmadim. Rost gapni qilsam, bu qaynamga oldirab kirgim yo'q. O'makka o'rinlashganimga arantehi 2 oydan oshdi. Mening nurg'un narsalarni tushunishimga, nurg'un narsalarni egilishimga to'g'ri keladi. Men seni tushunaman, Berna. Deganlarim haqiqatan to'g'ri. Sen g'oyilik ham irodalik. Men seni qo'llayman, adash. Sen shunday qilib kasbingni tashlab o'tamsan? Qanday qilman deysan? Mening bir o'maklarga kirib ishlash orzuyim bor edi. Biroq dadam artist bo'lmaysan degan fikrida chang turib olib, o'qigan kasbimni nobud qildi. Undaq adam nima ishni seni san'at institutida o'qitgan bo'g'aydi? Jinim do'stim, bu gaplarni tilga olmag'in. Dadamning o'sha qiliqlarini o'ylasamlar, o'zimning go'shini o'zim yegdak bo'lib azoblanib ketaman. So'rsang san'at xato o'qitib qo'yibdiman deydi shu. Dadammiz hechap mutasib odam ekan-ku. Shuni degani, texi mening boshqa faoliyatlarimni cheklayotdi. Yangidan ochilgan bir meyxonaga usulchi, naqshchi jiddiy ehtiyojli ekan-to'q. Shu yerga borg'izmidi. Bo'lmasa, seni shu yerga tanishtirib qo'yay. Kashlar naqsh etib, o'zingni astol ichine turmamsan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qaytdingizmi? Ha. Men ishxonaga chiqib tushay. Undan keyin birga tamoq yeylik. Rahmat Ali. Mening sirtda ozroq ishim bor edi.
Hadi. Gönlüm muhabbet sorar sorar. Seni oylap sana köyüp buldum yar intizar intizar. Şirin sevgi baba izlep buldum yar intizar Hey. intizar. O qizni men to'naydiganda qilaman. Şirin sevgi Rasma. ismini Berna degansiz. Uni bir qatam bulanchilarning qo'lidan qutuldirib qolgan deb. Asli o naqshchi ekan-da. Özgermisin sadakat, riştçiğdir dil teşna. Yar hakiki suyuşlar mevcuttur yana. Qani, hoji. Bu qizning naqshchisi bo'ladi ekan. Shundoq. Ovozidimi boshqacha bir xil his etmagan. Bo'lmasa shu qizning naqshchisini bir VCD plastinka qilib chiqib baqsam. Naqshchisi haqiqatan yaxshi ekan. Bu qiz bilan so'zlashib beqib. Agar ma'qul ko'rsa, VCD plastinkasini chiqarsam bo'ladi. Bu tanilmagan naqshchi ekan. Haq bayqab qolsa tatib oladi juma. Uning naqshlari menimcha cho'qin baza topadi. Bo'libmi yashaq. Plastinka ishlashga nurg'un pul ketadi. Bir muncha pulni xajlab qo'yib, plastinka setilmay qolsa, nurg'un ziyon tortadi ekan. Bu deganing mug'ora. Yar intizar intizar. Yaxshimisiz? Qani o'tiring. Siz. Bu she'r naqsh etgansizda. Biraz hafta bo'lib qoldi. O'zimni chiniqtiray deb she'r naqsh etdim. Sizni bu yerda uchirib kelishimni zodi o'ylamabdi ekanman. Shuni demaysiz. Taqdir bizni yana uchrashtirdi. Aras, bir narsa ishapsiz. Yo'q, men ishni ishlayman. Tortinma. Nima xohlasangiz shuni de. Rostla ishlayman, uning ustiga hozir qaytaman. Birdan para olib bo'ltamamdoq. Kechib qoldi. Berib tamomlasam bo'lmaydi. Xo'sh. Amisi men sizni olib qo'yay. Bo'ldi. O'zim ketalayman. Siz avara. Avar bo'ldi g'ash yo'q. Sizni olib qo'yay. Yatağınız odaya ekan. Nima degan jimjit? Ömrümüzün muhiti xili yomon emas. Odamlar asan yoqtirib qoladi. Yataqda o'zingiz yolg'iz yotamsiz. Shundoq desam bo'ladi. Sharoitingiz haqiqatan yaxshi ekan. Xo'shoblatma kirib ketay. To'xta. Rost gapimni desam siz bilan uchrashgandan keyin o'zimda boshqa bir xil hissiyotni paydo bo'lganligini his qilyapman. Sizda bir xil sehriy kuch bor ekan. Xo'shimsa men kirib ketay. Biz yana ko'rishib tura olamizmi? Xo'sh. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz Barnago deyman. Ha. Men sizni izlab o'mak kirsam, sizni yatag'ida dedi. Shunga surishtirib berib, sizni bu yerga izlab kelishim. Siz? Ha, siz meni tonimaysiz. Men naqshlinz tijorati bilan shug'ullanaman. Ismim Samat. Oldingi kuni kechda meyxonada sizning naqshingizni anglagandim. Shunga sizning naqshlaringizni VCD plastinkasi qilib ishlash niyatida bugun alaydan sizni izlab keldim. Shundaqmi? Qani kiring. Ha. O'tiring.
Qani, çay içing. Rahmat. Berna, tayyorlab qo'ygan yangi naqshlaringiz bormi? Az to'liba. Mening farzimcha, sizning naqshlaringizni cho'nglar qaraganda yoshlar bakrak yoqtirib olishi mumkin. Shunga biz ishlaydigan VCD plastinkasida yoshlarni asos qilgan holda sho'xroq musiqalarni tanlasak deyman. Siz qanday? Men texi naqsh plastinkasi chiqarishni o'ylashmagandim. Nurg'un dangliq naqshchilar bor yerda. Men aldirab plastinka chiqarsam, sizcha aplashami? Voy, qiziqkansiz Berna. Hozir degan qandoq davr? Hozir degan bozor yigilik davri, raqobat davri. Kimning o'z maharati bo'lsa, shu o'z maharatini ko'rsatgan gap. Ha? Sizning naqshlaringizni men bir anglab yoqtirib qolgandim. Shunga men sizni jamiyatga tanitman, cho'lpon qilib yetishtirman. Ha? Rahmat. Lekin bak oshirvatdingiz. Qani, men avval tayyorlik qilib baqay. Bo'ladi. Telefon. Voy, Barnoma. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz bilan ko'rishay degandim. Asta, jiddiy ishim bor edi, amal qilolmayman. Mening boshqa niyatim yo'q, Barna. Bir haqiqatan bili tomoq yeyli degandim. Xafa bo'lmang. Men rostlanib borolmayman. Hozir bir bilan so'zlashyotdim. Kim o? Men tanimaydigan birsi emas-ku. Plastinka ishlaydigan savdogar. Mondaqda. Amisi ancha muhim ish emas ekan. Men saqlab turing. Hozir sizni og'il borman. Unchalik xafa bo'lib ketmang, Barna. Men sizni uchratgan kundan boshlabla yaxshi ko'rib qolgandim. Sizni har qancha o'ylamay desam-mo, xiyolimdan chiqarib yetamadim. Agar siz talabimni rad qilsangiz, umr bo'yi dard alam ichida o'taman. Meni tushuning, Barna. Barna, men sizni rostdan yaxshi ko'rib qoldim. Siz chiroyli, nazokatlik. Men siz uchun har qanday badal to'lashga rozi. Sizni baxtli qila olayman, Barna. Men sizning bunday deydiganligingizni bilgan bo'lsam, hargizmi birga tomoq yegili bormaskanman. Undaq dema. Har qanday chiroyli qizmi turmushdan, muhabbatdan o'zini chetga olmaydi. Barna. Taqdir bizni uchrashtirgan kundan boshlabla o'tirimizda bir xil rishta paydo bo'lgan. So'zimni obdaroq o'ylanib beqqan. Ma'ayli.
şandaq boludu. Zade nima uchun? Men chegish bir kishilik munosabat to'g'risiga kirib qoldim. O'zimning irodasiga xilof oldi kirib qoldim. Meni yana qanday qismatlar kutib o'tadigandir. Yaxshimisiz Samtka? Oy, Berna, yaxshimisiz? Naqshlarimni tayyorlab bo'lgandim. Saqlasam kelmadingiz, chaqirib ursam qaytirmadingiz. Shuni o'zim izlab kelishim. Necha kun bo'ldi qara. Men bu bek aldirashib ketdim. Muzikalarni akkordlashtirganga deyishib qo'ygan. Qilgandan keyin ravrs qilaylik. Buningmi ko'p mablag' ketadi. Shunga aldirsak bo'lmaydi, ha? Do'stlarimning hammasi naqsh plastinkan qachon chiqadi deb so'rab ketyotdi. Naqsh tayyor bo'lgandan keyin keyniga surmay tutish qilsak bo'ladi. Meningmi o'ylig'inim bor. Menga ozroq fursat bergan bo'lsangiz bo'ladimi, ha? Elimi uzoq bo'lib ketdi. Agar chiqarish niyatingiz bo'lmasa, men avormayman. Yo'q Berna, hargiz undaq dema. Naqsh plastinkangizni men chiqa olmayman emas, cho'qim chiqiraman. Kechdi berib naqshlaringizni yana bir anglab boqay. Bo'ladiganlarni ikkimiz birlikda tanlaylik, ha? Bo'ladi. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Berna, bo'ldi, ovozingizmi sozgan. Berna, baya ağinlar bilan birdan o'ltirib, ikki rumkidan qiqishib olgan. Oshqinini yanchiqimga silib olgan. Ancha-muncha o'ltasam qadaq, ha? Naqshlarimiz ajoyibkan, ajoyib. Bo'ldi. Tanladim. Hammasi yardi. Naqshlarimiz bek esil. O'zingiz bu shundoq chiroyli ekansiz. Samtka, siz mas'ul qapsiz. Aytladim paranglashaylik. Sizning ovozingizmi shundoq yaqinlik, o'zingizmi shundoq chiroyli ekansiz. Shuni men baqo, sizni jamoatchilikka tanitaman. Sizni cho'lpon qilib, yechtirib chiqaman. Ma'qulda, oldi bilan siz meni rozi qilsangiz, men sizning VCD plastinkangizni siz rozi o'g'idek ishlab chiqaraman. Qanday dedim? Berna, ma'qulda. Achinim Berna. Kim bo'ldi? Men sizni yaxshi ko'raman. Chiqing Berna. Sizni men cho'lpon qilib tanitaman. Berna. Yo'qdan chiqib ket. Berna, men sizni yaxshi ko'rib qoldim Berna. Chiqing Berna. Chiqing Berna, ha? Men yaxshi ko'raman Berna. Xafa qolaman. Ma'qul Berna. Gaplashmay, yo'qdan chiqib keting. Undaq dema Berna. Men yo'qdan chiqib ketman. Men yaxshi ko'rib qoldim Berna. Gapimni angla Berna. Undaq dema Berna. Undaq dema Berna. Kim nima qilib qolasan? Bey. Telefonu koy. Bey, Berna. Berna. Berna, ne buldunuz Berna?
Berna. Münafık! Uçplas! Bu yerden nimede kırdı? Ben Berna'nın vişidi plastik işler. Ben onu çolpan kılıp unutmak istemem. Onu çolpan kımakçı bitti. Onu çolpan kımakçı bitti. Ben çolpanım. Berna... Bırak! Ondaqdımla, beni koyup deyme. Beni koyup et. Yani Berna'nı izlep kelirgen bolsang, terangni ta'dur so'yitime. Yo'qot. Aldırma, men seni vago, men seni obdan tonup aldım. Sen aldırma, maň atgan aman bir gün özüň qaytyrma. To'xtap tur. O'zgarma, yo'q al deyme. Aldırmay tur, ha, aldırma. Deli bir ka. Kiring. Meni chaqirganmidingiz? Shundaq. O'ltiring. Sizni ömekki qanday qabul qilganligimizni bilamsiz. Bilaman. Yaxshi, biladigansiz. Undaqda nemishqa o'zingizni qadrlamaysiz. Bilishingiz kerak, Berna. Ömekimiz Ali ishqinlarni 30 o'quvchining ichidan tanlab ep qolgan. Boshqa savodoshlaringiz asos qatlamlarga ketdi. Lekin siz mushundaq afzal sharoit turibmi? Bizning umidimizni oqlayolmayapsiz. To'g'ri. Siz yaqindan buyon kasbda tirishyapsiz. Buningga biz ko'z yummaymiz. Ammo jamiyatda arilish doirangiz bak kangda qiladi. Meningcha siz uchun bundaq kang munosabat yaxshi oqibat keltirmaydi. Yaqindan buyon umikimizda siz to'g'riliq ba'zi inkoslar bor. Buni siz obdan bilasiz. Ko'pchilik sizga ko'yinadi. Rahbarlik sizdan zo'r umidlarni kutyapti. Yig'lamang, Berna. Meningmi sizning ko'nglingizga azor berish niyatim yo'q. Ammo siz go'dak bir qiz. Sizning turmushingizga, taqdiringizga, kasbingizga ko'ngil bo'lish bizning majburiyatimiz. Nim bo'ldingiz, Berna? Biraz sizni ranjitga o'xshamamdi. Yo'q, meni hech kim ranjitmadi. Ammo siz nima ishga chiqildingiz? Buni so'ramang, Ali. Meni birdan aramimga qo'yib bo'lamdi. Biz yaxshiroq paranlasak bo'ladi, Berna. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz mening gapimni anglasangiz bo'ladi. Yo'q. Anglamayman. Hech nimani anglag'im yo'q.
Berna, ne bo'lding? Bo'ldilar Gulshan. Bamaylichu, naqsh plastinkamni chiqarg'im kelmayotdi. Men o plastinka savdogar bilan deyishib qo'ygan tursam, "Bamsan qanday bo'ladi? Sen hargiz ansirab ketmagin. O hiliqi samatlikchakka hargiz o'xshamaydi. Uning ustiga naqshlaring tutib olgan tursa, avval uning bilan ko'rishib baxmansan." Naqsh plastinka chiqarman desam, jamiyatdagilar bilan aloqa qilishga to'g'ri keladi ekan. Uningga o'makdikilar itni fasod qilib olsa, Gulshan. Qaqni gapidan qo'rqib mushinchalik ishqim chirat qilamansa, jinim do'stim, bunda qilsang ko'milib qolasan. Hozir saboqdoshlar sening plastinkangni chiqishini kutyotdi. O plastinka savdogarining ismini nima deding? Uning ismi Erkin. Yangi hayot o'nsin markazining xo'jayini. Boshqalarning deyishicha, u ishni bek kaskin qilarmish. Ko'z yetgan ishqa qo'rqmay mablag' soladi deydi. Bitti. Bo'ladi. Naqshlaringiz yomon emas ekan. Uslubim yangi ekan. Lekin jamiyatga chiqqanda qanday inkoslar bo'ladi, buniga men bir narsa demayman. Meningcha yoshlar cho'qim yoqtirdi. Hozir yoshlar dal shunday yangi uslubdagi naqshlarga muhtoj. Meningcha zo'qlang'ichlar o'xshamaydi. Ko'rinishlarni alohida qilib olsak, tomoshabinlarni jalb qilib bo'ladi. Bu jihatda o'zimning ba'zi bir tasavvur planlarim bor. Ha, undaqda yaxshi. Ammo shu bir hafta ichida naqshlaringizni lentaga elib, bir oygacha surat kelish, kirishtirish ishlarini tugitib, ona lentini tayyor qilaylik. Siz qanday? Bo'ladi. Sizning deganingizni qilaylik. Seni tabriklayman, Berna. Ha, qarang. Bu yer bilan bu yerni bir nuqta keltirib atasiz. To'g'risizmi? Bu yerni chang tuting. Ha. Amniyat. Voy. Ha. Men betlab turay. Qarang. Mana bundaq. Uqdingizmi? Uqdim. Ha, yo'q. Bu qatim chaqam yaxshi otdiman. Qarab. Ha. Oshiyani qarg'asangiz bo'ladi. Ben sizni yaxshi ko'raman, Berna. Bu gapingiz rostmi, Ablat? Men sizga nurg'un va'dalarni berdim bu. Mana texnik ishimlar o'tibsizlar. Ishonaman. Ammo deysiz-ku, ko'nglingizda nima gap bo'lsa, davr. Siz mening kasbimni yoqtiramsiz? Albatta yoqtiraman. Yoqtirmasam siz bilan muhabbatlashamdim. Ammo hilqindek lukchaklar bilan amdi bodi keldi qilma. Ha. Bugun Erkin deydigan bir plastinka savdogar bilan to'xtamlashdim. Naqshlarimni shu chiqardigan bo'ldi. Yana naqsh plastinkasi chiqarish o'yida bo'lyapsiz. Bir oy ichida hamma ishni tugatamiz. Yaxshi. Ali, Berna'nın ishqida sarang olib qolma yana. Bu yerda darizga qarab turguncha yotiga kirsang olmamdi. Naydi bo'sham yuvachgan sen juma. Berna savog'itishing olgan ekan, senga ma'qul demay kimga ma'qul deydi?
Bernaga bak kuydi ekansan-da. Bo'lmasa bunchalar qo'rqinib yurmayding. Sen menda kuni qolganini bilasan. Hozir tushunmaysan. Mushundaq yuraversan vaqo, Bernani oxir haq tortib ketadi juma. Ovoz qayib ketdi, boshqadan kelayli. Ovozi muzika ritmiga toza moslashamayotdi. Berna sal charchab qoldimi qandaq? Berna, ozroq hayrat qiling. Mush naqshimizni elib etaylik. Bo'ladi. Meningcha naqshlaringiz cho'qim bozor topadi juma. Deginingiz kelsin, hammamiz jafo topqantirsak qachonlardi bitdi? Aldirma, pat ardi bitadi. Tezroq o'sib ekan. Taqazab ketyapman. Ha, kirishtirdiganda o'zingiz ustida turgansiz. Kirishtirish ishlariga rejissor mas'ul. Haga ishlarga men kuchimni baricha tirishiman. O'zingiz ustida tursangiz bo'pti ekan. Yaxshiroq chiqadi. Cho'qim yaxshi chiqadi. Xatasam bo'l. Avval mening gapimni anglab baxmamsiz. Men sizga tushundiray Berna. Men sizning har qanday tushuntirishingizni anglamayman. Meni qo'yib eting. Berna, bundaq tentaklik qilma. Turmush deganda unchalik savalliklar bo'lib turdi-ku. Men sizdan apu so'radim-ku. Bu so'rgan bilan ish tegamdi. Siz zodi nimishqa meni maraysiz? Men qasddan qilmadim Berna. Menga ishini. Qasddan qilmadim? Men sizning niyatingizni bilmamdim. Siz menga ishonmaydigan odam. Nimishqa men bilan o'rlisiz? Berna, men sizdan kechirim so'radim-ku. Men qasddan qilmadim Berna. Menga ishini. Unda qilma Berna, bo'lamdi. Berna, unda qilma Berna. Berna, hey! Qo'lon tat. Uni nima deb bo'lsa qilsa? Sening arishdiga yo'ling bormi? U degan mening savodishim, xizmatdishim. O sening savodishing, xizmatdishing bo'lsa, mening so'yginim. Uqdingmi? Eng yaxshisi bizning ishimizga aralashma, yo'ling qilma. Sizlar olmagan naqshkina. Men bu tonimaydi ekanman. Balkim yangi chiqqan naqshga o'xshaydi. Yur, kirib boqay. Jiran. Yurak har chaq kuyar, har chaq kuyar. Mana necha oldu? Ha, 150 tal bo'ldi. 150 tal. Ha, Qashqar mangligim. 6000 koy oldu. 6000 koy. Bak kaç oldu? 200 tal. 200 tal ha? Yana o rasmda Hemen 16000 koy oldu. Ma'qulamsa, ozroq qoldi. Ma'qul. Sizni tabriklayman Berna. Naqsh plastinkangiz haqiqatan yaxshi chiqibdi. Naqshini pek yaxshi aytdingiz. Rahmat sizga Ali. Umaytkilarimiz sizni maqtayotdi. Jamiyatda men naqshlaringiz to'g'riliq olqish ko'p. Men sizga qoyil bo'ldim. Siz naqsh sohasida haqiqatan yangilik yaratdingiz. Hech kim sizdek yangi yo'l ichib mardonlik bilan o'tirib chiqib boqmagandi. Balki qarshi fikrlarmi chiqishi mumkin. Cho'nglar naqshlarimni cho'qim yoqtirmaydi. Biz plastinka ishlashdan burunla bu nuqtani faraz qilgan. Berna, Ha?
siz ablatni tushunamsiz. Ajab buni so'rab qoldingiz-ku. O'zimcha so'rg'im kelib qoldi. Uni yaxshi ko'ramsiz. Ali, bu gaplarni deyishmayli. Kishilik turmushda nimani tanlash o'zimning erkinligi. Balki men xato qilgandiman yoki to'g'ri qilgandiman, hozir bir nima deyolmayman. Avlatga qanday bog'lanib qolganligimni sizga tushuntirib beramayman. U bir pulliq savdogar. Shuni uni tanladigan shundaqmi? Ali, bundaq desangiz menga haqorat qilgan bo'lasiz. Men asaldan mol dunyoga qiziqmayman. Әмісі неміші сауағдышыңызды бір яқ қайрып қойып тонымайдыған бірісілер мұхаббет бағлайсыз. Сауағдышыңыз сізге ярмай қалды үшін ақма? Берна, әгер мұшында қысаңыз, сауағдашлар сізден нәпіретләнеді. Сауағдашлар менің шәхси тұрмышымға неме деп аралашыр екен? Әдісілі сауағдашлар дейсіз. Менің мұталашы құқым ба? Sizni tushunmay turib yaxshi ko'rib yuribdiman. Endi o'zingizni oshkorladingiz. Bo'ldi. Sizga ikkinchi ig'iz ochmayman. Sizni tabriklayman Berna. Naqsh plastinkangiz men o'ylagandim yaxshi bozor topdi. Setilishi nihoyat tez. Hozirgacha hech qanday naqsh plastinkasi bunday alqishga erishib baxmagan. Sizga rahmat Erkin. Siz tavakkul qilib oxirida naqsh plastinkamni xalq bilan yuz ko'rishtirdingiz. Meni jamiyatga tanitdingiz. Senga rahmat Gulshan. Sen Erkinni tanishtirmagan bo'lsang, naqsh plastinkam yorug'liq chiqatiga chiqmaydi. Hammasi o'zining tirishchanligi. Bunday ekan texnik tirishqin. Qani, ko'taraylik. Ko'taraylik. Sirnodim chiqmaydi-ku. Shundigina tezroq chiqadi. Hozir chiqadi. Bernadan hozirla chiqadi. O chiqsa, uni naqsh yetkazamiz, ha? Unda qilsa qatnashimni xotirimizga imzo qo'ydirib olaylik. Bernadanning naqshlarini bek yaxshi ko'rma. Bernadan yotqidi yo'qmi ya? Bernadan yotqidi cho'qimpa. O yili chiqadi. Sizni har kuni ko'rib tursak deymiz. Bernoda, men sizning naqshlaringizni yodlab bo'ldim. Naqshlaringizni bak yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Bunda qilsanglar, o'rganishinglarga ta'sir etadi. Ota-onanglarni xap qilib qo'ysizlar. Gapimni anglanglar. Ma'qulmi? Bernoda, unda qilmay bir naqsh aytib bering, ha? Shunda qilamiz. Hozir mening ishim aldirash. Men sizlarni keyin yotqimga kirib naqsh aytib beray. Ma'qulmi balla? Ha? Ma'qul Bernoda. Ma'qulamsa? Xo'sh. Xo'sh, Bernoda. Xo'sh. Elimni necha ichidim Berna. Buningdan keyin Eliq Erkin degan xumsi bilan bodikaldi qilishingizga yo'l qo'ymayman. Yana bazmixonlarda naqsh etishingizni cheklayman. Sizni tushunmabdi ekanman. Rostla tushunmabdi ekanman. Sizning moyitingizni endi bildim. Bilib qo'ying ablat. Sizning oldingizda kasbimni hargiz qurbon qilmayman. Muhabbetimizni-chi? Muhabbetimizni qurbon qilasiz? Mening ko'nglimda muhabbat o'ldi. Bugundan boshlab biz ayrilib ketaylik.
Canım ablat, sizden ötünüp qalay. İkimizin münasebeti muşinchilik bo'lsin. Meni zo'rlamang ma'qulmi? Nima? O'zingizcha meni ahmoq qilmoqchi bo'lyapsiz? Unda qadam gapni boshdan uchiq desangiz bo'lmamdi. O'zingiz meni majburladingiz. Keynimga kirib oldingiz. Men amalsizlikdan sizga ma'qul degandim. Endi ayrilib ketaman. Qat'iy ayrilib ketaman. Ayrilib ketaman? Ayrilib ketamish. Ammo senda meni ahmoq qilasiz. Mening gapim aniq. Siz meni majburlayolmaysiz. Sizdan ayrilganim ayrilgan. Yana birdan ha? Yana birdan? Gap qilmamsiz. Qani gap qilmamsiz. Qo'yitim qo'limni. Bugun ochiq gapni anglamaguncha katkiningizni ko'rib boqay. Munosabatimiz suydi-ku. Yana nima deb javob olasizsiz? Bu qarz yo'q. Agar men bilan ayrilib ketadigan bo'lsam, ustimdan so'z-so'zchak taqitib, seni jamiyatda bosh ko'taramas qilib yetaman. Seni beshig'i ep ko'tarayotgan xalqmi sendan nafratlanadi. Cho'qing'uchilaringmi sendan jirginadi. Sening naqshlaringmi kasatlashadi. Qandoq tez parlagan bo'lsam, ha? Men seni shundoq tez yo'qotib yetaman. Bu ish mening qo'limdan keladi. Uqdingmi? Sen işblas, sen lükçek. Ben senden nefret edilemem. Sen benim hissiyatımda azar verdin. Yüreğimde zardap kıldın. Sepaka, senin narın adamga okşaydı. Vicdansız. Doğru. Ben lükçek. Ben işblas. Ben adam emas. Gapimga javob bermaysiz-ku Ali. Taklifim besim bo'lib qoldimi qandaq? O'zingiz bilasiz Gulshan. Men Barnoni haqiqatan yaxshi ko'ratdim. Biroq u meni yaratmadi. Hatto menga haqorat qildi. Mening muhabbatimni arzimas narsa deb o'ylab qoldi. Keyin men o'zimning xato qilganligimni, uni yaxshi ko'rishning bir xil ahmoqlik ekanligini his qildim. Undaq desangiz bo'lmaydi Ali. Bir odamning muhabbati haqiqiy muhabbat bo'lsa, u umr bo'yi davomlashadi. Muhabbatni qadrlaymiz deydiganmiz, hayotdagi ba'zi umidsizliklarni, savalliklarni unutib ketishimiz kerak. Berna hozir hammani tushundi. Ba'zi ishlarga pushaymon qilyotdi. Balkim endi sizning muhabbatingizni rad qilmasligi mumkin. Berna menga ma'qul demi? To'g'ri. Bernaning sizni ranjitgan yerlari bor. Buni men bilaman. Ali, siz Bernani tushunishingiz kerak. Berna bizga kasbda muvaffaqiyat qozonmoqchi muhabbat yo'liga qadam bosmayman deb va'da bergan edi. Buni siz biladingiz-ku. Keyin Ablat degan lukchak uning kayniga kirib olib, uning ko'ngliga bir muncha azor berdi. Hozir u uningdan ayrilib, erkinlikka erishdi. Biz endi onunga kuyinmasak, tasalli bermasak bo'lmaydi Ali. Berna rostilla ma'qul demi? Ali, ko'nlarda qochqanni qo'g'lashqandan qoch degan gap bor emasmi? Saboqdosh bo'lgandan keyin u endi hargiz rad qilmasligi mumkin. Bo'pti. Bu qatim sizning gapingizni anglay. Agar o'yin joyli qilib meni rad qilsa, bu o'makda ishlamay yurtimga ketaman. Berna bilan ikkinchi yuz ko'rishmayman. Voy, Bernama? Bu qiziqgan so'z qilsiz. Jimjit yo'qolib ketdingiz-a?
2 kun bo'ldi men sizni izlayotqili. O'yinni erkashga o'rinlashtirgan. Erkin, o'yinning vaqtini sal keyniga surgili bo'ladimi? Nima ish qildi? Kayfiyatim toza yaxshi emas. O'yinga ta'sir etib qolarmikin deyman. O'rinni tezda hal qildim Berna. Vaqtni o'zgartirishga qat'iy bo'lmaydi. Uning ustiga cho'qing'ichilaringiz sizning naq maydonda aytgan naqshlaringizni anglashga, sizni ko'rishga qazo bo'lyotdi. Biletmi butunlay setilib tugidi. Bu hargizm odatga o'yin emas Berna. Siz yana bir qadam dag'dug'i qo'zg'ashingiz mumkin. Sada amalimiz mayli. Qaraganda siz ruhiy jihatda ba'zi bir masalalarga duch kelganda qilasiz. Ammo o'zingizni jo'shqin tutishga tirishing. Ala, bu sening topon haqqing. Ishni vujudga chiqarsang, yana mukofot beraman. Esingda bo'lsin, bu ishni insijonga tinmaysan. Uqdingmi? Xotirjam bo'ling. Bu ishni hargiz chandurmayman. Yaxshi. Ba'zida topshiriq tuqman xabar qilib kel. Qolgan ishni o'zim bir taraf qilaman. Bu yoqqa. Sen Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Yaxshimisizlar? Tuvanda Do'stlik san'at o'yinining otaqliq artisti, xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan talantli naqshchimiz Bernaning naqsh kechaligini hozir boshlaymiz. Uning tuvanda o'rindab bermoqchi bo'lgan naqshi Hijron. Berna naqshini haqiqatan yaxshi aytadigan. Men munchilik yaxshi aytadi deb o'ylamabdiman. Berna saboqdoshlar ichida emas, san'at sohasidami bir nom chiqadi. Uning naqshlari hissiyotga boy, odamni o'ziga tezda jalb qilib oladi. To'g'ri dedingiz Gulchan. Berna xuddi tangri tig'idan ko'tarilgan to'lin oyoqqa o'xshaydi. Biz uni qadrlashimiz kerak. Men uning naqshlari orqali uning qalbini, orzu istaklarini cho'nqur tushunyapman.
Berna'nı xata tanlamaptikenim. Onun nakşilleri bana nurgun payda yetkizdi. Aldanqı günü Samet bilan uchrashib qolgandim. U Bernaning naqshlarini qo'ldan chiqarib qo'yganiga bak pushaymon qiladi ekan. Agar Berna qo'shilsa, uning ikkinchi plastinkasini o'zim ishlayman deydi. Ben Berna bilan 5 yillik to'xtam tuzishib boldim. Onun nakşillarini nashr qilish huquqi butunlay mening ilkimda. Sen bek, aldın ko'rar Juma. Kandıraymen pak bu kalbini, bu azapta ötüp ketkiçe kayan baray ilip başını, mini hicran ilip ketkiçe kayan baray ilip başını, mini hicran ilip ketkiçe Çin kalbimde can kestim çöllerini visallı günler, kestim çöllerini visallı günler, can visallı gözler, bu benim nakşım, benim nakşım, bu benim nakşım, benim nakşım. Berna degan siz bo'lamsiz. Ha, nemişti? Men Gulshanning tuqquni bo'lman. Ha. Uni bugun mashina so'qiyapti. Nima? Nim dediniz? Gülşen hayat mı? O hayot ahvoli xatarlik. Uning siz bilan ko'rishgisi bor ekan. Bichara. To'xtab turing, men bir ishki savoqdoshlarimga xabar qilib qo'yay. Hey, Berna, siz Berna, telefonni keyin beraylik. Chapsam mangayli. Berna, yana kechiksangiz Gulshanning issiq yuzini ko'ramaysiz. Chapsam mangayli. Kechada chaqiriq qilgan kimdi? Uning ustidagi bu idoraning darvozasidagi telefon nomeri. Taksi. Tez chiqing. Berna ajab saqlamaylik ketib qapti. Eliqi yigit Berna'ni oldirib, telefonni urg'il qo'ymadi. Uning qo'lidan tatqan jeb ketdi. Bu qanday ish endi?
Men sizlarga nima qildim? Nima ishqa meni bog'lab qo'ysizlar? Bu Sodiq qayya? Bu yerning qayaligini Sadiq bilmabsan? Yo'q, men hech nimani bilmayman. Ular meni aldab mush yerga kelib qo'ydi. Sen haqiqatan chiroyli ekansan. Men seni nurg'un pulga setib oldim. Nima? Nima deyapsan? Kim olsa? Meni qo'yib et. U iflos. Odam qilibidan chiqqan hayvon. Nima deding? Og'zingni yum, qanjoq. Meni odatga qizlar urishib qolma. Men degan do'stlik san'at o'mikining artisti. Butun xalq meni tanıydi. Agar menga ziyonkashlik qildigan bo'lsang, o'zingning putiga o'zing palti chapsan. Nima? Sen artistman? Shundaq, men artist. Ulashik meni aldab mush yerga kelib qo'ydi. Hay, meni qo'yib et. Qo'llarim og'rib ketdi. Yo'q, bo'lmaydi. Nemishqa? Bu qizni men ishkirga ip ketamigidekman. U bak sezgurkan. Uning ustiga bir o'makning artistga. Sen eng yaxshi pulimni qaytarib berib, bu qizni darhol ko'zimda yo'qot. Hey, nima shuncha asrab ketsa? Kimkan u? Hey, sen uni ishkirga akasang hech nima qilolmaydi. Opiribli setiydigan tursan. Yo'q. Uni bu holatda ishkirga ip mang'ilib bo'lmaydi. Chenib qasqana qilaman. Sen meni aldab bir artistni setibsan emasmi? Asta, endi bu ishni qanday qilaman? Qanday qilading? Pulni kelgandan keyin uni sen topshirib beraman. Ma'qul. Uni sen qo'yib et. Pulingni men qaytarib beraman. Bulamda. Yo'q. Avval sen pulni akilib berib, andin bu narsani o'zing yig'ishtirib ol. Barnazodi nima ketgandi? Odam najab mansiratda. Uni birasi aldab ketdimi ya? To'g'ri. Qimmatli narsaning dushmani ko'p bo'ladi. Barna yaqindan buyon noyat shuhrat qozonib ketdi. Biroz chidamay qilib uningga yomon niyatda bo'lgan bo'lsa, Eliqa ablatga telefon berib baqayli. Shu bilamdikin, yuring. Bu qayya? Meni nim qilib kelding? og'zingni yum. Vay, Ablatma. Yaxshimisiz? ha, Men Gulshan. Gulchan? Aha, qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Sizdan bir ishni so'rab baqay deb telefon qilishim. Axsham Berna yotoqdan chiqib ketgan peti ta hozirgacha qaytib kelmadi. Shon sizni bilamdikan deb telefon qildim. Aha, qiziq gap qiladigansiz Gulchan. Uning bilan bo'lgan munosabatim oxirlashgani xeyli bo'lib qoldi. Buni siz bilasizmi? Bo'pti. Xo'shamsa. Uni bilmamdiki. Yo'q. Erkin Bernaning izlarini olsamla sizlarga xabar qilaman degandi. Hozir u jimib ketdi. Barnaning uyiga xabar qo'ytamdi qo'ya. Yo'q, hozircha xabar qilmayli. Uning dadasi ig'ir yurak kasal. Bu xabarni olsa, ular cho'qib qo'rqib ketadi. Vay, Erkinmi? Gulchanmi? Ha, men. Ha, Ha, Ablat bilan ko'rishdim. U Bernani ko'rmagili uzun bo'ldi deydi. Men hozir Oblatning mashinasining keynidan agishib ketyapman.
u oq rangli mashina haydayapti. Uningdan sal gumonlanib qelyapman. Lekin hozir aniq bir narsa demayman. Siz hozir nari ketyapsiz? Nima? Men hozir shaharning g'arbidagi tashlandiqga kelib qoldim. Bu yerda sapla eski mashinalar, temir tezaklar dövlab qo'yilgan ekan. Siz Bernaning xabarini olsangiz, menga cho'qim xabar qilasiz. Ketyapmiz. Bo'ladi. Dergini olsamla cho'qim sizga xabar qilib aytaman. Pulni to'liqqa keldingmi? Hammani to'liqqa keldi. Mana bu sening puling. Hey, bundan keyin bunda qizlarni yinimga akaguchi bo'lma. Uning ustiga u bak sezgurkan. Buni ishkirga etmayishni ayt xatarlik. Ma'qul. Hey, men qo'limda qizlarni ilib, ishkirga ma'man. Bir oydan keyin qaytib kelaman. Men qaytib kelguncha cho'qim chiroyli qizlardan tepib qo'y. Xotirjam bo'l, deginingdek bo'ladi. Bu da Janubiy Shinjongdan kelaman. Chiroyliqlarini tanlab kelaman. Biroq Berna degan qanjoqni qanday qilsa ular? Ahmoq. Uning ko'zi teng'iliq tursa, qanday qilishni o'zing bilmabsan. Ha. Bo'pti. Onu bir yerga kel. Hopa. Olacak. Mat. Işman. Hayvan. Ay, yanlışım. Berna! Berna! İtmaz kurtar! Beni koyuvidinglar, beni koyuvidinglar. Hemen qilgan sen qon yo'q. Berna! 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 Erkin! Berna! Sen iştah Berna'nın nemi kaldın? Vaydı! Yenim gelsin. Ablam! Bu yapamazsın. Sen eski adam savdigiri gelsin. Sen kızlarına aldam et. Nime fayda erişmekti? Şıklas. Aldamcı. Sen beni aldadın. Hororumla tepsendi kıldın. Beni başkalar sattın. O hayvan. Berna siz yakınken ben. Onu sen peki. Berna! 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 Gözünüzü yiyeceğim Berna! Berna! Sen arhan taptan dursak, hakkı sana ne oldu? Berna gözünüzü yiyeceğim!
Berna gözünü seveceğim. Bu zaten demiş. Gözünü seveceğim. Gelin Berna. Berna! Gözünü seveceğim. Canım Berna. Gözünü seveceğim. Berna. Toxtayın kız! Toxta! başı